Dostlar sizler benim Razmettin Mekke ve bugün videomda Schoolboy Runaways'i 3 45 hareket qilamiz. Birinchi marta bu o'yinni uchun temasini o'ynab ko'raman. Keyin bu yerda biz qoch geçimiz kerak. Qoch menga bu oson bo'ladi chunki anaqada o'zinglar bilasizlar. Anaqa. Men timida menga bular. Agar tiyetgan rejimda o'ynasanglar, oho, odamni nima edi, zevq borishadi. Shuning uchun shunchaki birinchi boshlaganda tak videolarni ko'rgandim. Buni kodini bilamanmi? Videosida ko'rib kodini ham o'rganmagandim. Hatta otasi futbol ko'rib o'tiribdi. Tak. Andrayev. Bizlarga A'dan keyin tushundim. Andrey deb yozishimiz kerak. D R bu xato qilibman. Bundan keyin buni terish kerak edi. Undan keyin yana 3 ta harf. O'zi 6 ta son ekan. Tushunarli. 3 tasini yoqlab, yana 3 tasini yoqlash kerak. Tushunib oldim. Tak. Keyin bizlarga T kerak. T qatta T. T'dan keyin E ga. Tushundim. Mana tak T'dan keyin M va bu yoqqa maxsus kod kerak. Kodni men bilaman. Lazimiy 2002. Men kompyuter ochadi bizlarga ko'rib turganlardek. Ko'rganlar kompyuter ochadi. Matn metal o'yini bor. Bizlarga kerak emas. Bu mod menyulari ham bor. Shular ham qilsa bo'ladi. Lekin sizlar buning uchun 1000 ta like yozishinglar kerak. Men bu safar birinchi marta o'ynaganim uchun asosiy ishdan qochishga harakat qilaman, chunki asosiy ishdan qochish oson. Buning uchun sizlar mana bu pichoqni olsanglar ham baribir kerak emas. Asosiy ishdan qochishga o'rgataman. Kerak emas sizlarga. Birinchi marta mana shuni olasizlar. Asosiy ishdan qochish uchun. Agar bu yerda bo'lsa, mana ochish kerak. O't qulflangan. Keyin bu yerda ochasizlarda, solasizlarda, mana bu olasizlarda, so'p buni qo'yasizlarda. Agar tayyorga rejimda o'ynasanglar bormi? Mana bu svetni o'chirib qo'yishinglar kerak. Svetni o'chirib bormi? Eshik yopasizlarda. Agar tayyorga rejimda o'ynayotgan bo'lsanglar, shunda ovoz chiqqanda bormi? Yuragi bo'lib dukullaydi-da. Shunda sizlar bormi? Onasi bu yoqqa chopib keladi. Ya'ni mana bu yerda oshxonada shu mashina o'zini eshitgandan keyin bormi? Sizlar matga borasizlarda o'tirasizlar. Agar mana buni eshikni ochib turish kerak. Chunki qanaqa turgan bo'lsa bas joyida bo'lish kerak-da. Manki bekor olasizlarda. Agar bir bola joyida qoldirishdan chiqqan bo'lsa, sizlarni qidirishni boshlaydi. Ya'ni yuragi dukullaydi. To'xtata. Bo'ldi. Agar super mumkin. Super aytki deganda nima anaqa bo'ladi. Ya'ni men hozir temas rejimda o'ynayotgan turba menga temaydi. Va bu to'yib go'sht topish kerak. Aman. Lekin bu yoqqa teatrga rejimda kirmaylar bunaqasiga. Shunchaki anaqa uradi. Bu yoqqa aytolmanda o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Masalan, shunday qo'y. Açıyorken menga nima kerak emas. Alab qo'yamiz. Qana qochishlar o'zi ko'rsatmayman, lekin internetdan asosiy ishdan chetga rejimda qochishni ko'zlar ko'rasizlar. Men chetga rejimda o'ynayapman hozircha. Chetga rejimda o'ynaganda
Bundan keyin bu yoqqa ketdik. Bu yoqqa ketibman sizlar. Hatta tozik bor. Bunun ismi tozik. Bunun ismi tozik. Kerak narsani o'zi yo'q ekan, mayli qo'yib qo'yamiz. Bu yerda kar bor, ya'ni mashina. Shuni olamiz. Har doimgidek shu metal reklamasi. Buni ko'rganda shu reklama YouTuberlar asabini buzgandi. Yani jonimga tegayotdi-da. Keyin buni qanaqa bunaqa gaz bilan to'ldirasiz deymi? Uni olib yoqib qo'yish kerak. To'lsa ichida antijir chiqish kerak. Antijir. Do'stlar, antijir shuni ichida. Tak, to'xtanglar, antijir shuni ichida yo'q kerak. Antijir shuni ichida bo'lishi mumkin. Buni to'ldiribman. Qarasa, ichida bir bola ko'rindi, lekin uxlatadigan dori ekan. Uxlatadigan dori bilan anu dadasini uxlasa bo'ldi. Qanday tursin? To'lsini. Ko'rdinglarmi sizlar? Mana ko'rmayapti. Mana shu uxlatadigan dori. Bu uxlatadigan dori nimaga kerak bo'ladi deymi? Chiqasizlarda mana qilasizlar. Xona yerda yoqqan kompyuterlarni olasizlar. Jon. Kompyuter jonga terkandi o'yinda. Tak, bunaqa masalalar bo'ladi. Chetga rejimda kuch qo'shlar shunchaki bu ishlarga qoldi uxlaydi. Shunda uxlagan bo'lsalar bularni qattiq tekshirib olsanglar bo'ladi. Chetga rejimda o'ynayotgan kunlarni qo'shib bu narsalar terib yurishim kerak. Bularsa shunchaki Mamet narsa ko'rib o'tirishadi. Bitta videomda botlarni ko'rmay size bo'ldim shoniyle. Butun uyi tutib bo'ldi, mana uxlab yotibdi. Kurutganlarda tak zakon orasida bitta narsa chiqadi, lekin omadim kelmaydi. Imomni gullar to'kish kerak. Nima qilib to'kasizlar deymi? Gulni olasizlar. Sizlar olasizlar kalti. Kimlarda sif bor, o'rtasi oq. Buni ko'rdi hozir qatalgan sirayt ko'rsataman. Buni ko'rdi mashtani oq, ikkita yashil sabzi rang. Ikkita yashil sabzi rang, ikkita yashil sabzi rang, ikkita yashil sabzi rang, ikkita yashil sabzi rang, ikkita yashil ko'k, yashil bu yoqqa ham. Yashildan keyin yong'in va tepa ikkita. Yana bitta yong'in ko'rish kerak bu. Qizil, oranjiy oq. Qizil, oranjiy oq. Qizil, oranjiy oq. Qizil, oranjiy oq. Qizil, oranjiy qizil, oq, oranjiy, qizil, oq, oranjiy, qizil, oq bilan oranjiydan keyin qizil, oq, oranjiy, oq. Qizil, oranjiy, oq, qizil, oranjiy, oq, qizil, oranjiy, oq. Bitta ko'ringiz shunaqa. Qizil, oranjiy, oq. Qizil, oranjiy,
shu yoqqa mana bu ikkita joyga narsa terish kerak. Hozir ko'ramiz. Butlarga oranjiviy ko'k. Nima o'zi? Ma'lumotlarini qildim. Demak, oranjiviy bilan ko'k. Oranjiviy ko'k. Oranjiviy bilan ko'k. Do'stlar, qayerga kirib ketdim? Video mashta hozir pauza qilib turib.